Salom do'stlar, sizlar bilan Pro Coffee. Bugungi videoni afishasiga o'rganib ko'rsalarni kerak. 120 FPS qilishni o'rganamiz bugun. Ba'zi bir telefonlarda slabey bo'lib qoldi. 60 FPS bo'ldi. Ultra smooth versiya grafika chiqdi. Baribir uni qo'ygan bilan bari slabey bo'lib qolishlar bo'lyapti. Men buni to'g'rilashni yo'lini topdim. Arab ishlab chiqqan bir fayl bor. Arablar ishlab chiqqan uni ilovani Play Market App Store'dan topolmaysizlar. Keyin telefonni o'ziga ham qaraydi. Bir xil telefonlarda ekrani 120 Hz bo'ladi va 45 FPS ga ochadi. 90 FPS bo'yicha ham bor, Hz lekin 45 qoladi yoki 60 qoladi. O'shani yo'li bor. Xo'p, uning uchun nastroykani bir o'zi to'sib olish kerak. Keyin telefonlarda qotadigan versiyalar chiqyapti. Ularni skechit qilmanglar. Nimaga desa, telefonlar yangi chiqqan telefonlar olishga majbur qilyapti qotadigan versiyalar chiqarib. Ularni skechit qilmaslikni maslahat beraman. Xo'p, keyingi qiladigan ishimiz Telegram kanalimga kira olasizlar. Telegram poyizga qidiruvga kira olamiz va Pro pastki chiziqcha config pastki chiziqcha uz kira olgandan keyin men Telegramni ichiga mana sal qochishlar bo'lyapti. Telegramni ichiga tashlab qo'yibman mana keyin. Hop, pastga mana Sezuga turibdi. Sezuga bilan ham skechit olasizlar. Keyingi qiladigan ishimiz Sezuga kira olamiz. Nastroyga kira olishimiz kerak. Nastroyga telefon haqida pastkiga o'zi telefon haqida degan narsa bo'ladi. O'sha 7 marta bosib bo'ldi. Buni hamma bilan bilsak kerak. Keyin bundan chiqib ketishimiz kerak. Chiqib ketamiz. Qidiruvga dasturchi deb yozsang chiqadi. Menda shuni ham kirib ketadi. Dasturchiga kira olasizlar. Keyin usbudan nimadir dahis degan, ana shuni usbun deganda yoqamiz. Keyin Wi-Fi ochilmaydi. Uning uchun biz Wi-Fi ga ulangan bo'lishimiz kerak. Internet yo'q bo'lsa ham bo'ladi. Wi-Fi ga ulanib olamiz. Bo'ldi. Endi bizga ochiladi bunaqangi joy. Wi-Fi ga bosamiz bo'ldi. Yo'q qilamiz, bo'ldi, chiqib ketamiz bu yerdan. Yana qaytib Sezuga kira olamiz. Start yana qaytib bunaqangi joyga kirishimiz kerak, kod berishimiz kerak. Qaytadan yana tushamiz. Parametr degan joy turadi. O'shanga parol yuborish kerak. 785 219 785 219 bo'ldi. Mana Sezuga ulandi. Endi startni bosib ursak bo'ldi. Start bo'ldi. 3 sekund vaqt beradi. 3 sekund ichida bo'ldi. Videoni holigacha sheriga kuzatib kelgan bo'lsalar, like va pastki bosib qo'yishni unutmanglar. Yangi videolar chiqish uchun menga katta motivatsiya bo'ladi. Xo'p, bolalar, keyingi qiladigan ishimiz bizga kira olamiz. Telegram kanalimizdagi mana shunga. Xo'p, keyin birinchi stakka o'tamiz. Nastroyga bo'linmalari yon tarafda. Bunisini yoqmaymiz. Tag-tagini yoqamiz. Chiqib global chiqamiz. Birinchi bo'lim telefon haqida tushuntirilgan, qaysi versiya o'ynasa o'shani tanlaysizlar. Men global. Hop, global tanlaymiz. Yuqorida globalni bosish kerak. Bo'ldi. Chiqamiz pastga. Bo'ldi. Yig'iladigan ishimiz men yasab qo'yayman. O'zim fayllarni tashib qo'yibman. Xohlasalar ana pelustni bosib o'zlaring ham yasab olsalar ham bo'ladi. Lekin bizga birinchi stak kerak, yaxshi grafika kerak bizga. Global tan olamiz. Mana pelustni bosib yasab olsalar ham bo'ladi o'zlaring. Lekin mana men yasab qo'yibman. Keyin ultra ekstremal 120 FPS. Mana uni 70 qilib qo'ysalaring yaxshi, grafikalar yaxshilanadi. Chiqamiz, suraveramiz. Bo'ldi, yuqoridan galsga chiqish kerak. Global bosda ham galsga chiqdi, bo'ldi. Ekranim 90 Hz, 90 Hz tanlayman men. Ekranim 90 Hz. Global. Sel optimizatsiya qiladi. Bu giroskop ishlamaydi, telefondan giroskopini ishlataveradi.
Bo'ldi endi. Selyapmiz qo'rda telefonimizni. Endi bir Suzga kirib yo'q ko'ramiz, anoyi petitsiyani yo'q ko'ramiz. Buni video ko'rsatganimdek kirib, mana bu bo'lim ochilish, mana FPS yo'qligini turibdi. Qilganmiz biz, qilishni shart emas. Telefonni bir olasizlar. Hop. Mashq maydon kirib ko'rsatmoqchiligi. Hop, mana nasturki bo'limga kiramiz. Mana qaraydigan joylar mana ultra ekstremal turibdi. Hech narsaga qo'yilmagan. Ultra ekstremal lekin. Agar bu narsaga qo'yib yuborsanglar, yana o'sha grafik qaytib qoladi. Yo olmishib qoladi telefonlar. Lekin 120 fps ga turibdi hozir. Mana telefonim. Hozir grafikani ko'rasizlar. Mana grafikasi. Juda chiroyli grafikada turibdi hozir. Bulutlarim bo'lakcha. Odamlar zalyut ham juda chiroyli zalyut. Bu videoni telefonim silaybi deb lobbiga o'tkazib qo'ysa bahona qiladigan odamlarga tashlab qo'yasizlar. Endi bahona qilmasa ham bo'ladi. Aytgancha bo'ladi, sizlarga katta konkurs bor. Shu videoni kommentariyasiga kimdir komment ko'p like qilsa, o'shanga 120 ta tashlab beraman. Adlarni yozib qo'ysalarga bo'ldi. Random tarzda aniq olamiz. Mana Google like pastga bosib qo'yishni unutmanglar.